ko'pchilik zakaz qilib oldim. Savol berishyapti ko'pchilik. Mana shu joyda aytib o'tib ketib. Savol berishyapti. Sizlarga zakaz qildi-yu, keyin shurup olib kelib bering, kraska yetmay qoldi, u olib kelib bering, bu olib kelib bering demaysizlarmi deyapti. Odamlar shunaqa narsadan zerikkan. Usta kirdi. Bunaqa kamchilik. O'zi bayog'dan bizga zakaz qiladigan bo'lsalar, hamma yo'g'i ichida ovora ustonovka qilamiz. Bir so'm pul to'lamaysizlar. Bizning xizmatlarimizni ko'pchilik qimmat deb o'ylaydi, lekin o'zi material olib kelib, o'zi tayyorlab, o'sha ustani o'zini olib, har kuni u kamchiligiga unisi kam, bunisi kam. Endi misol uchun ba'zi narsani ko'p olib keladi, ortib qoladi, uyingizda qoladi. Uni sotaman desangiz sota olmaysiz, qaytarib beraman desangiz kesib qo'ygan bo'ladi. Haligi narsa sizga plyus 3-4 million plyus baylanib yotadi. Qachon o'shanaqa naves qildirmoqchi bo'lganingizda yoki nima bo'lganingizda. Yo balki majburan bironsa yasattirib olishingiz mumkin bo'ladi ustalarga-da. Hamma qimmat deb o'ylaydi, lekin o'zlaringiz material olib kelib, o'zlaringiz yugurayotgan hamma narsasini hisoblasiz, obyektlarini, to'klarini, mayda chudalargacha hisoblasiz. Bizni qilib beradigan ishlarimiz, naveschilar qilib beradigan ishlari arzon chiqadi. Shuning uchun har bitta ishni o'zini ustasiga ishonib topshirsalaringiz, tem bo'lli hamma yo'g'i o'zidan ishlatishni ma'qul olsalaringiz bo'ladi. Bunda endi misol uchun ishonchli bo'lishligi uchun stenkasini, garantiyasini, kraskasini muddatini qanchaga chidaydi, tevasida leksan bo'lsa, leksanni qanaqasidan qancha vaqtga muddatga chidaydi. Shu narsasini garantiyasini olsangiz bo'ldi. Qolgan xizmatini xudo xolasa ishonish, ishonmaslik umuman qolmaydi o'rtada. Nimaga desa, siz hamma narsasini so'rab olganingizdan keyin, kelgandan keyin hamma odam ahmoq emas-ku, kelgandan keyin katta pulga qildirgandan keyin tekshirib oladi. Har bitta materiallarini, ustanovkalarini, leksanlarini hamma. Biz rossiyskiy leksan ishlatamiz. Rossiyskiy leksanimiz siz yoningizga borganda o'zi yopishtiriliq pasporti bilan boradi. Qanaqa rossiyskiy necha yil garantiya, qanaqa ustanovka qilish kerak, qanaqa qilib qo'yish kerak, laklinkada o'zi ko'rsatib qo'ygan. Ham qo'llanma, ham pasporti. Bemalol ko'rsalaringiz bo'ladi. Xudo xolasa bizni kuzatishni davom etinglar. Biz shunaqa ishlarni yasab olib, ustanovka qilib, klientlarimizning hurmatiga sazovor bo'lyapmiz. Xursand qilyapmiz. Yana bitta savol. Ko'pchilik aytibdiki, sizga zakaz berdim, ustanovka qilib ketdingiz, keyin telefonda olasizmi deyshapti. Bizning joyimiz, manzilimiz, hamma narsasi aniq, ijtimoiy tarmoqlarda belgilaganmiz. Marg'ilonga kelib, asha Ro'zmuhammad shu komanda, Stronggate komandasi joyi qayerda desalaringiz, libbo'y aytib beradi-da. Bu narsa biz qochib ketadigan joyimiz yo'q, xudo xolasa. Bemalol Qoraqalpog'istondan zakaz qildingiz, kamchilik bo'lib qoldi, mashina desiz, biz borib o'zimiz cho'ntagimizda xarajat qilib borib o'sha narsani to'g'irlab, sizni xursand qilib, roziligingizni olib kelishdi. Harakatini qilamiz. Undan tashqi qilmasangiz bo'ladi, undan o'ylanmasangiz bo'ladi. Bemalol aloqaga chiqib, bizga mashina aveslar uchun ishonch bildirib, zakaz bersangiz bo'ladi. Xudo xolasa sizni ishonchingizni suiiste'mol qilinmaydi. Siz bilan qanaqa kelishilgan bo'lsa, xuddi shuna qilib, ovora ustanovka qilinadi. Bemalol qo'rqmasdan mashina nomerlariga aloqaga chiqsalaringiz, inshaalloh sizlarni doim xursand qilishni harakat qilamiz. Sog' bo'linglar, rahmat, salomat bo'linglar.